Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun SNR mavzusidagi darslarni boshlaymiz. SNR o'zi nima? SNR bu support va resistance, ya'ni qo'llab-quvvatlash va qarama-qarshilik zonalari bo'lib, bu strategiya malayziyalik treyderlar tomonidan o'ylab topilgan. Bu strategiyada bizga eng kerak bo'ladigan narsalar bu birinchisi yapon shamchilari va ikkinchisi line chart. Birinchi boshlaydigan narsamiz bu yapon shamchilaridan boshlaymiz. Ya'ni hozir ko'rib chiqadigan narsamiz bu mana o'tolamiz. Open, high, low, close mana bu narsa. Bu narsa nima o'zi? Open, high, low, close. Open, high, low, close mana ko'rish mana bu yerda chizib beraman. Ya'ni ochilish, ya'ni mana bu yerda narx ochildi. Maksimum ya'ni high, low eng minimum va yopilish. Bu narsani oddiygina ya'ni line chartdagi holati. Endi bu narsani yapon svechasida bunaqa bo'ladi. Mana xuddi shu ochilish nuqtasi va maksimumga chiqadi. Bizda bunaqa ko'rinadi, line anuda yapon svechasida bunaqa holatda ko'rinadi. Aslida ikkalasi bitta narsa. Yana mana bu ochilish, minimum va yopilish mana. Ko'rib turibmiz. Endi bu narsani bila olishimiz kerak, sababi bu narsa line chart bilan ikkalasini farqini va nimaga bu narsa ishlatilishini. Endi keyingisi bu narsa haqida ma'lumot oldik qisqacha. Endi klassik SNR, ya'ni support va resistance, ya'ni A va V. Nimaga A va V? Sababi bozorda mana bu narsa mana supportda biz bemalol ko'rib turibmiz, V shaklida ko'rib turibmiz mana. V ga B bilan bir xil va qachondir bu narxi ya'ni hosil qilgan mana bu liniyaga narx qachondir yetib kelganda bemalol bayga kirsak bo'ladi. Bu support zona. Keyingisi resistance. Resistance xuddi shuni teskarisi. Mana A shaklida turibdi, ko'rib turibmiz. Qachondir bunga ham narx yetib kelganda bemalol selga ishlolsak bo'ladi. Endi bu klassik SNR birinchi, ya'ni SNR birinchi turi. Bundan tashqari boshqa turlarni keyingi mavzularda tushuntirib beraman. Endi bozorda SNR qanaqa ishlaydi? Malayziyalik treyderlarning fikricha SNR, ya'ni support va resistance bozor faqat shu orqali yuradi, ya'ni qo'llab-quvvatlash va qarama-qarshilik zonalari. Mana tepa resistance, past support. Narx keladi, supportdan reaksiya oladi bayga va rezistansga boradi. Rezistansdan qaytadi, supportga keladi, supportdan yana rezistansga. Xuddi shunaqa. Agar mabodo bir tomonni yorib o'tib ketsa, pastdagi support zonaga keladi va bu zonadan reaksiya olib rezistansga chiqadi. Va xuddi shunaqa yana bozor davom etadi. Bu narsani endi sizlar bilan haqiqiy bozorda ko'rib chiqamiz. Bozorga o'tamiz mana. Birinchi o'toq haftalik yo'nalish topishda doimo kunlik yoki haftalik eng kamida 4 soatlik time frame'da foydalanishimiz kerak. Mana o'talik line chartga. Line chartda ko'rib turibmizki mana bu zonani mana bu support, mana bu resistance qilib olsa bo'ladi. Mana bu support, tepadagi resistance. Endi shunchaki oddiy bu narsani o'tib mana ko'rib turibmiz. Mana bu joyni, ya'ni ko'rib turibmiz, mana V shaklidagi joy. Bu narsani men support qilib oldim. Support. Endi qarang, necha marta narx ekan? Bir marta qaytargan. Bu yoqda deyarli kelmabdi. Bu yoqda yana bir marta qaytarib bergan. Ya'ni 2 marta xuddi shu zonadan qaytayotdi. Keyingisi xuddi shu tepa. Mana bu zona. Bu narsa resistance. Sababi mana A shaklida turibdi. Line chartga o'tkazsa, kelgan narx qaytargan. Yana boshqa misollarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Bemalol, ya'ni bozor faqat shu orqali yuradi. Malayziyalik treyderlarning fikri bu. Mana o'tkazamiz bu narsani. Masalan, bu joyda ham ko'rib turibmiz, bemalol bozor qaytarganini. Uzr. Mana bu zonani masalan liniya qilib olsak. Mana bu resistance zona, narx kelgan, qaytargan. Kelgan, yana qaytargan va oxiri buzib o'tib, keyingisiga ketgan bo'ldi. Bu narsa ishlab bergan, doimo ishlaydi. Bu
bu narsani kunlik time frame ga o'tkazib ham ko'rishimiz mumkin. Kunlik time frame da misollar masalan juda ham ko'p chiqadi. Mana birinchi support zonamiz. Mana shababi V shaklida turibdi. Mana kelgan narx cross qanaqa qaytarganini. Keyingisi mana bu joyni resistance ga bosib bo'ladi. Mana kelgan narx qaytarilgan. Yana bu joyni resistance ga bosib bo'ladi. Narx biroz yorgan, lekin baribir narx qaytgan shu zonadan. Yana boshqa misollar mana bu kichkina joyi ham bosib bo'ladi. Masalan, oddiy mana resistance zona narx kelyapti, bum qilyapti. Ya'ni bu doimo ishlaydigan strategiya. Bu albatta yo'nalish topishda, bundan tashqari qanaqa entry qilishlar keyingi darslarda o'rgatiladi. Hozircha sizlarga topshiriq mana bu narsani bozorda ko'rib chiqinglar. Ya'ni qatlarda ishlagan, nima holatda ishlagan. Bu narsa doimo ishlaydi. Mana hozirgi bozor. Ya'ni uzoq ketmaymiz, hozirgi bozor. Bu bozorda ham ishlab ketdi. Ko'rib turibmiz. Ya'ni mana bu support liniya. Kelgan narx qaytarilgan va uchdi. Keyingisi mana bu yerda ham support liniya hosil bo'lgan. Mana bu narsa ko'rib turibmiz. Mana bu joy. Kelgan narx qaytarilgan. Bu narsani albatta birinchi tushunib olish uchun line chartga o'tkazib borish kerak, sababi narga chartda chalib qolishingiz mumkin. Va hokazo mana bozor doimo mana bu yerda ham ko'rib turibmizki, necha marta ishlaganini. Bu zona mana bu zona. Bir marta resistance zona hosil qilgan, kelgan narx qaytgan, kelgan narx yana qaytgan. Ana bu katta time frame bemalol ko'rib turibmiz narx o'rtacha qancha qaytganini. 1000 punkt, 1.5 punkt taysi. 1300 punkt qaytgan. Birinchi dars, ya'ni klassik ssenariy mavzusi shu edi. Bu narsani bozorda test qilib ko'ringlar, qayta qayerda ishlagan, nimaga ishlagan, o'shalarni tekshirib ko'ringlar. Hammaga rahmat.